Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomizda tushda mushuk ko'rish nimani anglatadi? Bu tush yaxshilik belgisi yoki ogohlantirishmi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Tushlar hayotimizdagi yashirin ma'nolarni ochib berishi mumkin. Ayniqsa tushda mushuk ko'rish ko'pchilikni qiziqtiradi. Islomiy tush ta'birlariga ko'ra, jumladan mashhur olim Ibn Sirin fikricha, tushda mushuk ko'rish turli ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Bu tushning talqini mushukning holatiga, rangiga va siz bilan bo'lgan munosabatiga bog'liq. Agar tushda tinch va yoqimli mushukni ko'rsangiz, bu hayotingizda xotirjamlik va osoyishtalik belgisi bo'lishi mumkin. Bu tush ko'pincha uy barakasi, tinchlik va ijobiy o'zgarishlarni bildiradi. Ayniqsa oq mushuk ko'rish, poklik va yaxshi niyat ramzi sifatida talqin qilinadi. Ammo agar tushda qora mushuk ko'rsangiz, ba'zi talqinlarga ko'ra bu ogohlantirish belgisi bo'lishi mumkin. Bu atrofingizda sizga hasad qiladigan yoki ishonchsiz inson borligini anglatishi ehtimoli bor. Shuning uchun tushdan keyin ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi. Tushda mushuk hujum qilsa yoki tirnasa, bu hayotingizda kichik muammolar yoki kelishmovchiliklar yuzaga kelishini bildirishi mumkin. Bunday tush sizni sabrli va ehtiyotkor bo'lishga chaqiradi. Agar mushuk sizdan qochsa yoki siz uni haydasangiz, bu muammolarni yengib o'tishingizni anglatadi. Tushda mushukni ovqatlantirish esa yaxshilik va saxiylik ramzidir. Bu tush sizning qalbingiz pok va mehribon ekanini bildiradi. Shuningdek, yaqin kelajakda yaxshi xabar yoki moliyaviy baraka kelishi mumkinligini anglatadi. Shuni unutmaslik kerakki, tushlarning talqini har bir insonning hayotiy vaziyatiga qarab o'zgaradi. Tushda mushuk ko'rish ba'zan mustaqillik, ba'zan esa yashirin sirlar belgisi bo'lishi mumkin. Muhimi, tushni ko'rgan paytdagi his-tuyg'ularingizdir. Agar tush sizga qo'rquv bergan bo'lsa, bu ogohlantirish. Agar xotirjamlik bergan bo'lsa, bu yaxshilik belgisi. Xulosa qilib aytganda, tushda mushuk ko'rish ham yaxshilik, ham ogohlantirish ma'nosini berishi mumkin. Mushukning rangi, harakati va siz bilan bo'lgan munosabati talqinni o'zgartiradi. Tushlaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Ular ba'zan hayotingizdagi muhim belgilarni ko'rsatadi.